Hurmatli obunachilar, yangi tovarlarimiz kirib keldi. Telefonlar narxi tushib ketdi, hammasi chegirmada. Videoda oxirigacha ko'rsam afsus qilmaysizlar. Men bugun chegirmada sizlarga yangi tovarlarni bitta obzor qilib beraman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Akbarxon akam har kuni yangilik qilishda davom etadilar. Har bir smartfonga 100% kafolat beramiz va har bir smartfonimiz narxi eng stabil narxda, eng yuqori sifatda, katta kafolat bilan taqdim etiladi. Kuzatib boringlar, zo'r chegirmalar hali oldinda. Har birini bitta tekshirib, kelgan obzorga qo'yamiz. 50 dan ziyod uslubda bular tekshiramiz. Aziz obunachilar, notiga o'tirib, bitta ham nuqtasi yo'q, juda ham tiniq holatda. $300 sotilayotgan smartfonni men sizlarga $275 qilib beraman. Eski motor tasavvur qila olasizmi? Men sizlarga buni $200 ga qilib beraman. A- holati ideal holatda. Buni qaranglar, eski mochlar A+ holatda birorta sarafanlar olmagan, hammasi tiniq holatda $320 dan. Eski mobillar qora rangda, pink rangda, oq rangda, ishoning birorta nuqtasi yo'q, $200 dan qilib beraman. Agar bitta nuqtasi bo'lsa, qaytarib berishga tayyor, qaytarib olishga tayyorman. A- esa $170 dan. Ishoning bunaqasi yo'q, kafolatlangan. Flip to'rlarimiz $230 dan. Yesimgacha o'tgan Snapdragon 8 Gen 1. Bunaqasini tasavvur qilish juda ham qiyin. Bugun eng arzon narxda eng sifatli smartfon olasiz. S20 Fe $170 dan. A+ holatda. Note 20 bronza, islomiy rang hamda qora rangda $185 dan. 185 dan bo'lsa men o'zim olmasdim. Men esa sizlarga $185 dan qilib beraman. Samsung Note 10 ko'rib turganingizda tiniq holatda. Bularni biz imechasi sotardik $175 dan. Men sizlarga esa buni ofisialni o'tgan holatda $165 dan qilib beraman. Imechasiga 700 ming osh to'lov qilamiz. Hozir esa men sizlarga $165 ga ofisialni o'tgan tarzda qilib beryapman. Hurmatli obunachilar, $260-255 dan kami yo'q smartfonimiz eski mekka sizlar uchun $245 ga. A+ holatda birorta petnosi yo'q. S23 Plus birorta petnosi yo'q. Sarafanlar olinmagan 380-390 sotilgan smartfonimiz $355 ga. iPhone 13 Pro bu telefonni qaranglar. Holatga o'zingizlar baho berasizlar. Hammasi 90 dan baland holatda. Bu svet kelmadi, islomiy rangda birorta petnosi yo'q. Koreyadan kirib kelgan, yesimlargacha o'tgan 95-85 oralida bu smartfonlar. Sizlar uchun aziz obunachilar, ko'rib turganingizdek. $420 sotiladigan eski motor A+lari bugungi kunda $400 dan. Bomba chegirmalar davom etadi. iPhone 13 mini 128 talik 99 yomkiz $250 dan sim o'tgan holatda. Buni qaranglar aziz obunachilar, iPhone 14 o'ta tiniq holatda 128 97 yomkiz $360 ga. iPhone 13 Pro esa 128 97 yomkiz $420 ga sim o'tgan holatda ikkalasi ham. Afsonalar eskirmaydi. S15 bu smartfonlarda ofisialni imekadan o'tkazgan holatda har bittasini $185 dan qilib beramiz. Birorta petnosi yo'q, aybi yo'q, nuqsoni yo'q, tiniq holatda. Ultra ekran. Siz uchun eski 2 Ultrani $385 da bitta ham nuqtasi yo'qni taklif etaman. Akbarxon aka, yangi do'koningizda telefonlarga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi bu do'kondan mijozlarimiz kelib, telefon xarid qilsa, qanaqa bonuslar qilib bera olasiz? Albatta. YouTube'dan ko'rib kelgan mijozlarimiz uchun har bittalari uchun alohida sovg'alarimiz bor. Bu do'konga kirgan insonni har bittasi imkoniyatni bilamiz. U insonlarga hamisha ishlarni alohida bitkizib beramiz, ularni rozi qilib chiqaramiz. Akbarxon aka, keyin agarda bu yerdan telefon olishgandan keyin original adapter pitaniyalar, original aksessuarlar, hamma narsani ko'rdim. Juda ham sifatli. Hurmatli obunachilar, bir do'konga kelsalaring haqiqiy smartfonlar olamiga kelasizlar. Biz sizlarni kutib qolamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.